Bolangiz davolanishi zarur. Bu esa katta mablag'ni talab qiladi. Siz inson uchun platformasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu platforma sizga o'xshagan oilalarga, qiynalgan oilalarga yordamlar ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom, yaxshimisiz? Jaddimaysizmi? Yaxshi. Ixlos Nuri xayriya fondiga ariza qoldirganmidingiz? Ha, qoldirgandim. Xudo xolasa sizni arizalaringizni ko'rib chiqamiz. Kerakli hujjatlarni Telegram orqali bizga tashlab bersangiz, sizga inson uchun platforma orqali Xudo xolasa yordam berishga harakat qilamiz. Bizga yordam bergan insonlarga kattakon rahmat. Farzandim sizlar tufayli sog'ayib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ixlos Nuri xayriya fondi endilikda inson uchun platforma bilan hamkorlikda ish boshladi. Keling, birgalikda yanada ko'proq insonlarga yordam beraylik. Birga hayotlarni saqlab qolaylik.